Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz dizel va gaz dizel dvigatellarida yonilg'ining alangalanishi va yonish jarayonlari. Nima uchun dvigatellarda yonish jarayonini o'rganish bugungi kunda dolzarb hisoblanadi? Buning birinchi sababi dizel dvigatellarining yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega ekanligidir. Dizel dvigatellari yoqilg'i energiyasini mexanik energiyaga aylantirishda benzinli dvigatellarga nisbatan samaraliroq ishlaydi. Ikkinchi sababi katta aylantiruvchi moment hosil qilish qobiliyatiga ega. Ayniqsa, yuk avtomobillari, qishloq xo'jaligi va maxsus texnikalarda yuqori tortish kuchi talab etiladi. Bu esa dizel dvigatellarining ustunligini ko'rsatadi. Uchinchi sabab kam yonilg'i sarfi. Biroq yonilg'ining iqtisodiy sarflanishi faqat yonish jarayoni to'g'ri tashkil etilgandagina ta'minlanadi. Agar yonilg'i purkalishi, aralashma hosil bo'lishi yoki alangalanish kechiksa, sarf ortadi va quvvati kamayib ketadi. To'rtinchi va eng muhim sababi bu ekologik talablarning kuchayib borayotganidir. To'g'liq bo'lmagan yonish natijasida atmosferaga azot oksidlari, kurum va boshqa zararli moddalar chiqariladi. Shu sababli yonish jarayonini optimallashtirish bugungi ilm-fanning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Nima uchun yonilg'i uchqun yordamida ishlatilmasdan yonadi? Buning sababi siqish jarayonida havoning harorati keskin ortishidir. Fizika qonunlariga ko'ra, gaz siqilganda uning bosimi va harorati oshadi. Tadqiqotimiz, ya'ni olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dizel yonilg'isining o'z-o'zidan alangalanishi harorati taxminan 250-350 gradusni tashkil qiladi. Silindrdagi siqilgan havo harorati esa bundan ancha yuqori bo'ladi. Natijada yonilg'i purkalishi bilan o'z-o'zidan alangalanadi va yonish boshlanadi. Demak, dizel dvigatelida yonishning asosiy sababi yuqori siqish darajasi hisoblanadi. Yonish jarayonining samaradorligini oshirish uchun 3 ta muhim omil e'tibor qaratish zarur. Birinchidan, yonilg'ini yuqori bosimda va mayda tomchilar holida purkash. Ikkinchidan, purkash vaqtini aniq boshqarish. Uchinchidan, silindr ichida havo va yonilg'ining yaxshi aralashishini ta'minlashdir. Yonish jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri bu aralashma hosil qilish jarayonidir. Chunki yonilg'ining qanchalik to'liq yonishi aynan shu bosqich sifatiga bog'liq. Natijada yonilg'i tomchilari silindr bo'ylab bir tekis tarqaladi. Yonuvchi aralashma hosil bo'ladi va yonish uchun tayyor holatga keladi. Nima uchun atomizatsiya juda muhim? Tasavvur qiling, katta toshni yoqib bo'lmaydi, lekin mayda yog'och qipiqlari juda tez yonadi. Xuddi shunday, yonilg'i tomchilari qanchalik mayda bo'lsa, ularning havo bilan aloqa yuzasi shunchalik katta bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tomchi diametrlari kamayishi yonilg'ining bug'lanish tezligini oshiradi va yonish jarayonlarini tezlashtiradi. Natijada yonilg'i to'liqroq yonadi, quvvat ortadi va zararli chiqindilar kamayadi. Demak, samarali yonishning asosiy siri yonilg'ining mayda tomchilarga ajratish va uni havo bilan mukammal aralashtirishdir. Yonish jarayonida 4 ta asosiy faza bo'ladi. Ya'ni birinchi fazada yonilg'i purkalishi va kechikish davri. Ikkinchi faza tez yonish davri. Uchinchi faza asosiy yonish davri. To'rtinchi faza kech yonish davri. Bu faza yonilg'i purkalgan paytdan boshlab uning birinchi alangalanish nuqtasi paydo bo'lgungacha davom etadi. Dastlab forsunka orqali yonilg'i yuqori bosim ostida silindr ichiga purkaladi. Biroq bu davrda hali yonish boshlanmaydi. Keyingi bosqichda yonilg'i tomchilari siqilgan va qizigan havo bilan intensiv aralashadi. Aralashish jarayonida qanchalik yaxshi bo'lsa, keyingi yonish jarayoni shunchalik samarali kechadi. Tomchilar qizib bug'lanish boshlaydi. Suyuq yonilg'i asta-sekin gazsimon holatga o'tadi va havoga yanada yaxshiroq aralashadi. Natijada yonuvchi aralashma hosil bo'ladi va o'z-o'zidan alangalanish tayyorgarlik holatiga keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu bosqichda hali alangalanish sodir bo'lmaydi, faqat yonish uchun barcha sharoitlar tayyorlanadi. Endi yonish jarayonining ikkinchi fazasi o'z-o'zidan alangalanish va tez yonish davrini ko'rib chiqamiz. Silindr ichidagi gazlarning harorati ortishi ularning kengayishiga olib keladi.
Gazlar kengaygani sari bosim ham tez ko'tariladi. Bosim grafikini tik ko'tarilishi va alanga intensivligi grafikidagi keskin o'zgarish aynan shu fizik jarayonlarning amaliy isbotidir. Agar bu bosqich haddan tashqari keskin kechsa, dvigatelda qattiq shovqin, zarbali yuklamalar va detallar yeyilishi kuchayadi. Tez yonish jarayonini boshqarish va bosimning keskin oshishini kamaytirish uchun zamonaviy dvigatellarda quyidagi texnologiyalar qo'llaniladi. Ya'ni pilot purkash. Asosiy purkashdan oldin kichik miqdorda yonilg'ilarni yuborish. Common Rail elektron boshqaruv tizimi. Purkash vaqtida optimallashtirish, yonilg'i, ya'ni yuqori setan soni yonilg'idan foydalanish, gaz dizel texnologiyalarini qo'llash. Bu usullar yordamida yonishning yumshoqroq kechishini ta'minlash, shovqinni kamaytiradi va dvigatelning xizmat muddatini uzaytiradi. Yonish jarayonining 3-bosqichi. Asosiy yonish davrini ko'rib chiqamiz. Bu faza dizel dvigatelidagi eng muhim energiya hosil qiluvchi bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda yonilg'ining asosiy qismi yonadi va dvigatelning foydali quvvati shakllanadi. Ikkinchi fazada boshlangan tez yonish jarayoni davom etib, silindr ichida juda katta miqdorda issiqlik energiyasi ajraladi. Harorat yanada oshib, yonish zonasida taxminan 1800-2300 Kelvin darajaga yetadi. Bu dizel dvigatelidagi eng yuqori haroratli bosqichlardan biridir. Shu bilan birga yonish davom etishi natijasida silindr ichidagi kislorod miqdori asta-sekin kamayadi. Ayrim hududlarda kislorod yetishmovchiligi yuzaga keladi. Natijada yonilg'ining ayrim zarralari to'liq yonmasdan qurum zarrachalarni hosil qilish mumkin. Biroq aynan shu fazada umumiy energiyaning 25-30% ajralib chiqadi va pistonning ish yurishi davom etadi. Nima uchun qurum aynan shu bosqichda hosil bo'ladi? Yonish jarayoni davrida yonilg'ining uglerod atomlari kislorod bilan reaksiyaga kirishi kerak. Endi dizel dvigatelining yonish jarayonining so'nggi bosqichi, yonishning tugash davrini ko'rib chiqamiz. Bu fazada yonilg'ining asosiy qismi allaqachon yonib bo'lgan bo'ladi. Biroq silindr ichida hali to'lib yonib ulgurmagan ayrim zarrachalar ham va mayda yonilg'ilar tomchilari saqlanib qoladi. Birinchi bosqichda aynan shu yonib ulgurmagan zarrachalar mavjud bo'ladi. Ular asosiy yonish davrida yetarli kislorod yoki vaqt bo'lmaganligi sababli to'liq reaksiyaga kirisha olmagan bo'ladi. Keyingi bosqichda yuqori haroratli gazlar ta'sirida zarrachalar qo'shimcha ravishda oksidlanadi va yonish davom etadi. Bu jarayon qo'shimcha yonish deb ataladi. So'nggi bosqichda esa yonish jarayoni to'liq yakunlanadi. Harorat va bosim asta-sekin pasayadi. Silindrdagi gazlar chiqarish taxtiga tayyor holatga keladi. Bu fazada harorat taxminan 1000-1300 Kelvin oralig'iga tushadi. Bosim esa 30-10 kg kuch taqsim kvadrat santimetrga kamayadi. Endi dizel dvigatelidagi yonish jarayonining grafik orqali tahlil qilamiz. Ushbu grafikda ko'k chiziq bosimning, sariq chiziq esa haroratning o'zgarishini ifodalaydi. Gorizontal ok krivachshaturval burilishi burchagini, vertikal oklar esa bosim va harorat qiymatlarini ko'rsatadi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, yonish jarayoni 4 ta asosiy fazadan iborat. Birinchi fazada yonilg'i purkaladi, qizigan havo bilan aralashadi va bug'lanadi. Bu bosqichda hali yonish sodir bo'lmaydi, ammo bosim va harorat sekin-asta ortib boradi. Aralashma o'z-o'zidan alangalanishga tayyorlanadi. Ikkinchi fazada yonilg'i o'z-o'zidan alangalanadi. Kimyoviy reaksiyalar keskin tezlashadi va issiqlik energiyasi ajralib chiqadi. Natijada bosim va harorat tez sur'atlarda o'siy boshlaydi. Uchinchi fazada grafikdagi eng muhim qism hisoblanadi. Bu davrda yonilg'ining asosiy qismi yonadi. Harorat eng yuqori qiymatga taxminan 1800-2300 Kelvin darajaga yetadi. Bosim ham maksimal qiymatga yaqinlashadi. Aynan shu bosqichda dvigatelning asosiy foydali quvvati hosil bo'ladi. 4-fazada yonish sekinlashadi. Yonilg'ining qolgan qismi yonib tugaydi. Bosim va harorat sekin-asta pasaya boshlaydi. Silindrdagi gazlar chiqarish taxtiga tayyor holatga keladi. Grafik bizga nimani isbotlab berdi? Ko'rib turganimizdek, bosim va harorat bir vaqtda maksimal qiymatga erishmaydi. Avval bosim ortadi va ma'lum nuqtaga yetganda
eng yuqori qiymatga chiqadi. Harorat esa yonish davom etgani sababli biroz keyinroq maksimum qiymatga yetadi. Bu holat termodinamik qonunlariga to'liq mos keladi. Yonish jarayonida ajratilayotgan issiqlik avval gazlarning kengayishiga va bosim hosil bo'lishiga, keyin esa maksimal harorat shakllanishiga sabab bo'ladi. Grafikdagi egri chiziqlar dizel dvigatellarida yonish jarayoni bosqichma-bosqich va nazorat ostida kechishini yaqqol ko'rsatadi. Endi dizel dvigateliga yonish jarayoniga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni ko'rib chiqamiz. Yonish jarayoni faqat yonilg'ining sifati bilan emas, balki bir qator konstruktiv va ekspluatatsion omillar bilan ham belgilanadi. Birinchi omil purkash burchagi. Yonilg'ining silindr ichiga qaysi yo'nalishda va qanday shaklda purkalishi aralashma hosil bo'lish sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi omil aylanishlar chastotasi. Dvigatel aylanishlar soni oshgani sari yonish uchun ajratilgan vaqt qisqaradi. Shu sababli yonish jarayoni yanada tez va aniq boshqarilishi talab etiladi. Uchinchi omil yuklama. Dvigatelga tushayotgan yuk ortgan sari ko'proq yonilg'i yuboriladi va yonish jarayoni xarakteri o'zgaradi. To'rtinchi omil issiqlik holati. Silindr ichidagi harorat qancha yuqori bo'lsa, yonilg'ining alangalanishi shuncha tez sodir bo'ladi. Beshinchi omil yonish kamerasi shakli. Kamera geometriyasi havo harakatiga va yonilg'ining tarqalishiga ta'sir qilib, yonish samaradorligini belgilaydi. Oltinchi omil siqish darajasi. Aynan siqish darajasida havoning harorati oshadi va yonilg'ining o'z-o'zidan alangalanishi uchun zarur sharoit yaratib beradi. Nima uchun bu omillar muhim? Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, siqish darajasi oshirilganda silindrlardagi havo ortadi va alangalanish kechikishi qisqaradi. Purkash burchagi noto'g'ri tanlanganda yonilg'i kameraning ayrim qismlarida to'planib qoladi va to'liq yonmaydi. Aylanishlar soni oshganda yonish uchun vaqt kamayadi. Natijada purkash jarayoni yanada aniq boshqarilishini talab qiladi. Shuningdek, havo haroratining noto'g'ri tashkil etilishi kislorod yetishmovchiligiga olib keladi. Qurum va zararli chiqindilar miqdori oshadi. Demak, yonish sifati bitta emas, balki bir nechta omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Endi dizel dvigatellarida samarali va barqaror yonishni ta'minlaydigan optimal ish sharoitlarini ko'rib chiqamiz. Yonish jarayonining sifati tasodifiy emas, u ma'lum parametrlarning optimal qiymatlariga bo'lishiga bog'liq. Birinchi parametr purkash burchagi. Amaliyotda eng samarali natija odatda 25-30 gradus oralig'ida kuzatiladi. Bu qiymat yonilg'ining havo bilan yaxshi aralashishini ta'minlaydi. Ikkinchi parametr siqish darajasi. Dizel dvigatellarida optimal siqish darajasi 14 dan 17 gacha bo'ladi. Aynan shu ko'rsatkich havoning kerakli haroratda qizishini, yonilg'ining o'z-o'zidan alangalanishini ta'minlaydi. Uchinchi parametr yonish oxiridagi harorat. Optimal sharoitda harorat 1800 dan 2300 kelvin oralig'ida bo'ladi. Bu yonilg'ining to'liq yonishi uchun yetarli energiya hosil qiladi. To'rtinchi parametr yonish oxiridagi bosim. Dvigatelning konstruksiyasiga qarab optimal bosim odatda 6-12 megapascal, ya'ni paskal oralig'ida bo'ladi. 6-12 megapaskal oralig'ida bo'ladi. Bu qiymat dvigatelning maksimal foydali quvvat hosil qilish imkonini beradi. Nima uchun aynan shu qiymatlar optimal hisoblanadi? Ko'plab eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, purkash burchagi me'yoridan kichik bo'lsa, yonilg'i deyarli darajaga tarqalmaydi, ya'ni yetarli darajada tarqalmay qoladi. Juda katta bo'lsa esa yonilg'i silindr devorlariga urilib yo'qotilishlar hosil bo'ladi. Siqish darajasi past bo'lganda havo yetarlicha qizimaydi va alangalanish kechikadi. Juda yuqori bo'lganda esa mexanik yuklanmalar va issiqlik zo'riqishlari ortadi. Harorat 1800-2300 kelvin oralig'ida bo'lishi yonilg'ining to'liq yonishini ta'minlaydi. Bosimning 6-12 megapaskal oralig'ida bo'lishi esa energiyaning foydali mexanik ishga aylanishi uchun eng qulay sharoit yaratadi. Demak, ushbu qiymatlar ilmiy tajribalar va amaliy sinovlar natijasida aniqlangan optimal ko'rsatkichlardir. Optimal ish sharoitlarini ta'minlash uchun quyidagi zamonaviy yechimlardan foydalaniladi. Ya'ni Comorey yuqori bosimli purkash tizimi, elektron boshqaruv bloklari orqali purkash farqini avtomatik sozlash, turbozaryadlash va orqali sovutish tizimlari, optimal siqish darajasiga ega yonish kameralarini loyihalash, yonish parametrlarini real vaqt rejimida nazorat qiluvchi sensorlar. Bu texnologiyalar dvigatel optimal rejimda ishlashini ta'minlab, yonilg'i sarfini kamaytiradi, quvvatini oshiradi va ekologik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Kelajakda dvigatellar samaraliroq, yanada samaraliroq ishlash uchun
purkash tizimlarini takomillashtirish, elektron boshqaruv texnologiyalarini qo'llash, gazodizel texnologiyadan samarali foydalanish, yonish kamerasi konstruksiyasini optimallashtirish, ekologik toza va yuqori sifatli yonilg'ilardan foydalanish zarur. Aynan shu yechimlar energiya tejamkor, qudratli va ekologik xavfsiz dvigatellar yaratish imkoniyatini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ilm, fan va muhandislik olamidagi yangi bilimlarda yana uchrashguncha salomat bo'ling. Siz bilan Zilola Mamataliyeva bo'ldi.